Assalomu alaykum, Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, bugun biz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Hamid Olimjon mahallasiga kelganmiz. Akmal akamiz oldiga. Assalomu alaykum Akmal aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Akmal akamiz Farg'ona viloyatidan juda ham qo'li gul ustalardan mana shu navislarni qilib kelyapti Surxondaryoda. Anchadan buyog'iga biz o'tgan safar ham reklama qilgandik. Juda ham zo'r navislar qilyapti. Bular stul hammasi. Xuddi shunday aka. Bu navisimizda haqida ma'lumot berib qolmasak, bu navisimiz lazerli, shumkali bo'lib tayyorlangan aka. Eng full variantdagisi, eng zo'ri. Zo'r, ha? Eng zo'ri aka. Bu territoriyada bundan yo'q. Faqat vodiyda bor, Surxondaryoda menda bor. Boshqa hech kimda yo'q aka. Eng so'nggi modellardan. Eng so'nggi oxirgi modellardan shu aka, eng fullidan. Bu yerga hozir necha kvadrat ketgan bu yerda? Bu joyimiz aka 76 kvadrat. 76 kvadratga jami summasi 36 millionga tayyorlab bitirib o'rnatdi shu joyga. Xo'p, uyda egasi nima beradi? Uyda egasi faqat yotoq joy beradi, ayvet beradi. Bo'ldi, qolgan hamma narsasi o'zimizdan. 36 million ichida hammasi. Hamma narsasi ichida. Do'stlar, eshitdilaringiz? Mana shu joyimiz 36 million so'mga bitgan. Navislari, bu lazerni nima deyiladi bu? Shumkalari hammasi 36 millionga bitgan. Hamma narsasi Akmal akamizning o'zlaridan. Faqat uyda egasi ayvet beradi, bu yog'i o'zlaridan bir kun 2 kun ichida o'rnatib ketiladi. Xuddi shunday ekan. Bir kun yoki 2 kunda o'rnatib chiroyli qilib yopib beramiz aka. Shunaqa kimga xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Akmal akamizga bog'lanaverasizlar. Ekranga nomerlarni yozib qo'yibmiz. Surxondaryo bo'ylab bemalol xizmatlardan foydalansalaringiz bo'ladi. Surxon Sport nomidan chiqsa albatta chegirmasi bor aka. Gap yo'q. Bog'lanaverasizlar Akmal aka. Xalq xizmati charchamay, xudo xohlasa muxlislarimiz xafa qilmaysiz degan umiddamiz. Biz eng so'nggi ustalarni tavsiya etamiz muxlislarimizga. Xuddi shunday aka, biz ham shunday. Albatta. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar.